Bugungiday tinch osoyishta yurtimizga bayramlar, shodiyonalar yarashadi. Kirib kelgan 2026-yilning ko'pchilik hamyurtlarimiz oilasi, yaqinlari, do'stlari davrasida to'kin dasturxon atrofida qarshi oldi. Albatta, mo'l ko'lchiligimiz ramzi bo'lgan issiq nonlarni yetkazib berayotgan novvoylarimizning ham qo'li-qo'liga tegmay xizmat qilmoqdalar. Muxbirimizning hozirgi reportaji ana shunday qizg'in jarayonlardan tayyorlangan. Aziz kulib sindirib ta'mini totuving, aziz kulib sindirib ta'mini totuving, azizligi hammadan ham senga ayon momo. Darhaqiqat, non rizq ro'zimiz, baraka, to'qlik, to'kinlik ramzi. Ayniqsa, yangi yil shukuhi dillarimizga o'zgacha quvonch ulashayotgan hozirgi daqiqalarda bozorlar, do'konlar, xizmat ko'rsatish shoxobchalaridagi hamyurtlarimizning qo'li-qo'liga tegmayapti. Ko'pchilik bayram dasturxonining aziz ne'mati sanalgan issiq nonlardan xarid qilib, oilasi, yaqinlari huzuriga shoshmoqda. Tandirdan issiqqina pishib chiqqan nonlar ochig'i har qanday dasturxonni bezaydi. Mana bunaqa issiq nonlardan olib ketib, ota-onamizni, farzandlarimizni xursand qilamiz. Kayfiyatimiz zo'r. Bu yerga biz non sotib olish uchun keldik. Novvoylarimizga rahmat. Tunu kun ishlashadi. Yurtimizning tinchligi bizning eng katta baxtimiz. Ilohim ko'z tegmasin, hamisha har bir kunimiz mana shunaqa bayram bo'lsin. Dasturxonlarimiz to'kin sochim bo'lsin. Mazali nonlarni olib uyimizga borib, ota-onalarimiz, farzandlarimizni xursand qilib, bizni xursandchiligimizga ham xursandchilik qo'shilyapti. Zuhriddin Siddiqov asli novvoylar sulolasidan 15 yoshdan boshlab xamir qorish, zuvala yasash, non chekish, tandirga yopish, qizartirib pishirishni otasidan obdon o'rgandi. Mustaqil ish boshlaganiga ham 20 yil bo'ldi. Demakki, yetarli tajribaga ega. Ta'bir joiz sanalsa yuzlab, balki minglab novvoylar orasidan o'z o'rnini topish, nonlarning sifati va mazasi jihatidan xaridorgirligiga erishish uchun o'rganishdan erinmadi. Natija esa ko'ngildagidek. Kun u tun el xizmatida ekanidan haqli ravishda g'ururlanadi. Bularning bari ota-onasining duosi tufayli ekanini alohida ta'kidlaydi. Kasb qilib kam bo'lmadi. 5-4 ta nov filiallarni ochdi, 50 ta 60 ta ish o'rinlari yaratdi. Non rizq ro'zimiz, dasturxonlarimiz to'kinligi. Bu non dasturxonlarimiz bezadigan ne'mat, bu non baraka. Yangi yil kunlarida odamlarga nonlarni ulashtirayotganimizda 24 soat 7 kun mobaynida xizmat ko'rsatganimizda biz xursandmiz. Mijozlarimiz oldingi kunlarda bu bayram arafa ancha ko'p kelishyapti. Yangi yil hammaga muborak bo'lsin. Yangi yil, yangi orzular, yangi maqsadlar, yangi rejalar ayyomi. Bugungiday yangi yil shukuhi kezib yurgan yurtimizda novvoylarimiz ham elimiz dasturxonini mo'l-ko'l qilish uchun mana bunday shirin kulchalarni tayyorlab tortiq etmoqdalar. Albatta, odatiy kunlarda novvoylarimiz 1800 donagacha nonlarni yopib elimiz dasturxoniga tortiq etsalar, bugungida yangi yil shukuhi kezib yurgan pallada 3000 va 3500 donadan ziyod mana bunday nonlarni taqdim etadilar. Nonlarning ko'pligi esa dasturxonlarimizning qut barakali ekanligidan, to'kinligidan dalolat berib turibdi. Ha, 2025-yil ko'pchilik yurtdoshlarimiz uchun omadli, muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Ayniqsa, dalalarda g'alladan mo'l hosil yetishtirildi, omborlar donga to'ldi. Bu xalqimizning rizq ro'zi butligidan dalolat. Qolaversa, 2026-yilda ham elimiz dasturxonini to'kin qilayotgan novvoylarimiz xilma-xil non mahsulotlarini yetkazib berib, bugungiday shukuhli damlarni yanada xursandchilik, mo'l ko'lchilik va farovonlikni ta'minlashga yuksak hissa qo'shayotganlarni ifodalab turibdi.